Amerika tor bexatarlik şirketining oshkorlashicha, Xitoy bilan munosabatlik xakerlar guruhi yaqinqi 3 yilda dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquq tashkilotlari, aql amri, axborot vositalari va davlat alqagan hukumat organlarini nishonlab kelgan. Dokladda oshkorlanishicha, xakerlar tashkiloti, xalqaro kechirim tashkiloti, xalqaro kishilik huquq federatsiyasi, Erkin Osiyo radiosi, Xitoy tadqiqot instituti va dunyodagi boshqa aql ombiri, hukumat organlari va insonparvarlik tashkilotlarini nishonlagan. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi raisi Hidayatullo O'g'izxon 11-oyda Bruselda o'tkazilmoqchi bo'lgan xalqaro Uyg'ur munbiri yig'iniga oldin tayyorlik qilish xizmatini boshladi. Tayyorlik faoliyatining tunji kuni Gollandiyada faoliyat qilayotgan Yevropa Sharq Turkiston ma'rif vaqfining boshqaruvchisi, hay'at a'zolari hamda Gollandiya Sharq Turkiston Tashkilotlar ittifoqi raisi bilan bir ko'rishdi. Ko'rish jarayonida ular tashkilot rahbarlari bilan birlikda Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyat ahvoli, Sharq Turkistonning kelgusiga munosabatlik muhim temalarda muhokama yig'ini uyushtirib, cho'nqur fikr almashtirdi hamda muhim masalalarni muzokara qildi. Egilishicha, Ukraina bexatarlik idorasining Kirovgrad rayonining boshlig'i Aleksandr Nakochini uyida qazo qilgan. Yerlik taratqularning xabar qilishicha, shanba kuni kechda Nakochining Kiropechevenistiki uyida miltiq ovozi anglangandan keyin ayoli uning o'lganligini bayqagan. Yana bir tarafdan yerlik siyosatchi Andrey Lavrus Telegram hisobida ham bakirlangan uchurida Nakochining o'zini o'ltirib olganligini yozgan. Ammo u uchurni hukumat doiralari dalillamagan. Yaponiya Xitoy munosabati haqida to'xtalgan Yaponiya tashqi ishlar ministri Hayashi Yoshimasa rayonda jiddiylik kuchayganda aloqaning muqimligini ko'rsatib mundaq dedi. Biz ikki tarafning tirishchanligi bilan ijobiy va muqim bo'lgan Yaponiya Xitoy munosabatini barpo qilishimiz kerak. Yoshimasa Yaponiyaning Nikkei gazetining maxsus ziyoratini qabul qilganda o'zlarining Xitoy prezidenti Xi Jinping va Yaponiya bosh ministri Kishida Fumioning yaqin kun tartibi ustida ishlayotganligini aytdi. Xitoy Davlatlik meteorologiya markazi davlatning shimol, sharq va ichki qismlarida his qilingan issiqlik to'lqini sababidan tarqalayotgan qizil ranglik ogohlantirishning davomlashayotganligini bayon qildi. Qizil ranglik ogohlantirish Xitoyning 4-darajalik issiq havo rayonidan ogohlantirish sistemasidagi eng yuqori saviyaga vakillik qiladi. Xitoy tamojna bosh mahkamasining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, Rossiya uda 3 oy Xitoyga neft eksport qiladigan asosli davlat bo'lgan. Egilishicha, Xitoy oldin qayda kuniga taxminan 1,680,000 qanaltir Rossiya nefti topshirib olgan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Rossiyadan keyin Saudiya Arabistonining eksport miqdori eng yuqori bo'lgan. Saudiya Arabistoni Xitoyga kuniga 1,54 million silindr neft eksporti bilan 2-o'rinda turgan. Germaniya hukumatining bayonotchisi Stefan Hibberstrit bosh ministr Olaf Scholzning Amerika prezidenti Joe Biden, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Angliya bosh ministri Boris Johnson bilan telefonda xalqaro masalalarni muzokara qilganligini bildirdi. Hibberstrit yozma bayonotida rahbarlarning Rossiyaning tajovuzchiligiga qarshi o'zini qo'g'dayotgan Ukrainani davomli qo'g'dashga birlik kelganligini bayon qildi.